Mascherano ochiqchasiga Ronalduni orqasidan itaradi. Bu aniq penalti edi, lekin hakam rad etdi. Cristiano portlaydi. U hakamlarning Barselonaga qanday yordam berayotganiga ishona olmayapti. Bundan tashqari, hakam Cristianoga norozilik uchun sariq kartochka ko'rsatadi. Kalleyxon to'pni uzatadi, Valdes qaytaradi, keyin qo'lini cho'zib Ronaldoga qo'pollik qiladi. Portugaliyalik g'azabda, lekin foydasiz. Hakamlar Barselona tomonida. Pike jarima maydonida Ronaldoga zarba beradi. Aniq penalti, lekin hakam uchun hech narsa yo'q. Keyingi o'yinda yana Pike Ronaldoni jarima maydonida yiqitdi. Bu mutlaq penalti, ammo hakam Ronaldoni maydondan chetlatishga qaror qildi. Bu mag'rurlik. Ular har doim Barselonaga yordam berishadi. Shu sababli Ronaldo Real Madridda o'ynaganida ko'proq g'alaba qozona olmasdi. Hakamlar doimo unga qarshi bo'lib, Barselonaga yordam berishdi. Negreira davri. Ular hakamlarga yordam uchun pul to'lagan. Bu barselonistlar qanchalik qo'pol.